Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz hali orziqib kutgan daqiqalar deymiz, o'sha yetib keldik. 50 kilovatlik quyosh panel stansiyamizni yakunladik. Bugun xudo xolasa bitta qanaqa quyosh panel qo'yildi deganda, hali O'zbekistonda eng nomi chiqqan nomer 1 deymiz hozir. Longi Haymo X10. Bu eng zo'ri O'zbekistonda, ya'ni dunyoda desa ham bo'ladi. Eng hozir bozorlarda oldi bo'lib turibdi. Xuddi o'sha paneldan uстановка qilib 50 kilovat. 50 kilovatga parallel biz uladik. Bu ham eng zo'r inverter Huawei degan. 50 kilovatlik bu ham global versiyasi. Eng zo'ri desak ham bo'ladi, eng yaxshisi. Dunyoda bu nomer 1 inverter bu. Hozir quyosh panellarimiz ham ikki tomonlama, buni bir tomonlamasi bu, ikki tomonlama qo'yilgan bu yerga. Bitta effekti balandroq bo'lish uchun buni hozir biz fermer xo'jaligiga o'rnatdik. Anchadan beri qilamiz, bitiramiz yurdik. Xudo xolasa bitdi bu shu kunga. Endi bunday qiziqish bildirganlar bo'lsa, buni tokini qancha chiqarishini hozir bizda havo bulut, o'shaning uchun biz aniq ayta olmaymiz. Havo bulutligi uchun havo quyosh yaxshisi yana video tashlab beramiz qancha tok chiqarishini. Mana inverterga kelsak, inverterimiz Huawei, shitlarni chiroyli qilib yoniga terdik. Albatta keyin Wi-Fi modul qo'ydik. Bu aholi yashash punktidan uzoqroq, bu fermer xo'jaligi uchun Wi-Fi router qo'yib berdik, чтобы biz bog'lanish uchun, ikki servisdan bog'lanish uchun qulay bo'lishiga qo'ydirdik. Buni afzalliklari juda ko'p. Endi buni Wi-Fi routerda afzalligi shundaki, bundagi qanday ma'lumot bo'lsa, biz masofadan turib boshqarishimiz mumkin. Qancha tok chiqaryapti, qanaqa nosozliklar bor, hammasini bu shu Wi-Fi orqali ko'rishimiz mumkin. Bu Wi-Fi bizni bog'lab beradi. Buni internetga chiqish uchun, tarmoqqa chiqish uchun. Bu shitlarimizga kelsa, mana shitni terdik chiroyli qilib. Hozir toklar o'ynab turibdi. Toklar o'ynab turibdi bitta, ko'proq mana shitni tergan holatimiz, ustalar chiroyli qilib terib berishdi. Mana hozir eng e'tibor beradigan jihatimiz quyosh paneli o'rnatishda bu mustahkamlik. Bular hammasi pastga qoqilgan, pastgacha mixlangan, qo'shimcha qilib mana sim bilan ham baylatib qo'ydik. Ertaga bu panellar dushmani hammasi shamol. Shamolda uchib ketmasligi uchun bitta juda kuchli shamol bo'ladi. Bizning regionda bu Besharqqa qaragan hali katta shamollar bo'ladi. Hammaga qiziq joyi hammasi narxida. Hammasi hisoblab, hisob-kitob qilib chiqdik. 198 million 500 ga to'xtadi. Mana shu stansiyamiz 50 kilovatli. Hamma xizmatlari bilan, hamma temiri, paneli, inverter, shitlar hamma xizmatlari bilan 198 million 500 mingga to'xtadi. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilinglar, aloqaga chiqinglar. Shunaqa xizmatlarni qilib o'rnatib beramiz.